Bolasiga baqirgan, urgan, jahl qilgan onalarni ko'rsam, xayolimga payg'ambarimiz alayhissalomning quyidagi gaplari keladi. Bilsalar edi, qilmasdilar. Onalar ham bilsalar edi, kaltaklangan, haqorat qilingan bolalar onalarini jismonan tashlab ketolmasalar ham, ulardan ruhan uzoqlashishlarini va hech qachon bag'rilariga qaytib kelmasliklarini koshki bilsalar edi. Yana shuni ham bilsalar edi, singan buyumlar, yoyilgan o'yinchoqlar, kirlangan kiyimlarning osonlikcha biror chorasi topilishi mumkinligini-yu, ammo singan qalblarning, uzilgan rishtalarning, kirlangan niyatlarning osonlikcha tuzatib bo'lmasligini koshki bularni bilsalar edi. Onalar bilishlari kerak muhim narsalar yana bor. Qaniydi shu ilmlarni ko'proq bilsalar edi. Bolalar kamsitilgan, yerga urilgan, ozorlangan vaqtda ularning g'ururlari ham, shaxsiyatlari ham birga sinadi. Shu tariqa onalar o'z bolalarini har tomonlama sindirishadi. Koshki bilsalar edi. Kuch ishlatib, bolasiga jazo bergan onalar bilsalar edi, bolasi ham bir kun kelib, boshqalarga kuch ishlatib, jazo qo'llashini va umri davomida nafrat, alam bilan yashashini. Koshki bilsalar edi. Bolalariga berayotgan bunday jarohatlar ularning porloq kelajagiga